Usta aka Hormay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Usta aka, xudo xolasa, mana portirlar sezoni kelyapti. Bu yoq xudo xolasa erta bahordan. Общий hadovoyga qancha ketadi va nimalari ichida? Shunaqa arzon variant chegirma nimadirlar qilgan bo'lsangiz, tanishtirib o'tsangiz, xudo xolasa yaxshi bo'lardi. Aka, qarang. Portir bir haydayotgan akalarimiz uchun chegirmalar qilganmiz. Xudo xolasa yangiliklar bor. Qaranglar. Aldi salni bloklar, 4 ta vilka aldi salni blogi, pastki vilka salni blogi, nakoneshnigi, arqa resor rezinkalari, kompleks boltlari bilan aldi chiripaxa rezinkasi, sharavoyi, 4 ta tepa past sharavoyi, aldi kalotkasi, arqa kalotkasi, 4 ta amortizatori hammasi qo'yib berishi xizmat haqlari bilan 1950 so'm qilib qo'ydik. Yana bitta narsa so'rasam mayli mana shu joyda aka. Hozir sizni 1950 so'mga qilib beraman deyapsiz. Rahmat sizga. Mehnat haqlari ham ichida, zapchastlari ham o'zingizdan bo'ladi. Endi sizdan chiqqandan keyin razvalga borish kerak yoki balansirovkaga borish kerak. Ya'ni ikkoviga aniq borish kerak. U bizga 2000 dan ko'pga tushib ketadi-da, ya'ni portir bir haydaydigan akalar uchun so'rayapman. O'shani ichida qilib, o'sha chegirmangiz ichiga qo'shib bersangiz bo'ladimi? Mabodo sizning ustaxonangizda bo'ladigan bo'lsa. Agar bizni ustaxonamizda qildiradigan bo'lsa, ichida qilib beramiz. 1950 so'mga. Ichida hammasi. Tamam. Rahmat aka. Azizlar, mana shu videoni xudo xolasa portir bir haydaydigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz.